Tasavvur qiling, 16-asr Jazoirning tog'li hududlarida bir to'da ispan askarlari bir jasur yigitni izma-iz ta'qib qilib borishardi. Nihoyat ispanlar ushbu yigitni topib o'ldirishadi. Ammo bu yerdan uzoqlarda akasining o'limi haqida eshitgan uka qasos o'tida yona boshlaydi va bu olov uni kelajakda o'ta ulkan ishlar qilishga olib keladi. Albatta sizda darhol bu yigit kim, uni akasi kim, nega ispanlar uni o'ldirishdi degan bir talay savollar tug'ilgan bo'lishi aniq. Agar Istanbulga borgan bo'lsangiz, Bosfor ko'rfazining yoqasidagi Beshiktosh mahallasida bir maqbara bor. Uzoq yillar davomida kemalar ochiq dengizga chiqishdan oldin ushbu maqbarani ziyorat qilib, keyin yo'lga otlanar edi. Bu maqbarani usta me'mor Sinan qurgan. U yerda yotgan qahramon esa o'z faoliyatini oddiy qaroqchilikdan boshlab imperiya admirali darajasigacha ko'tarilgan. Bu inson 16-asrda dengizlar hukmdori bo'lgan Ispaniyaning qirg'oqlari-yu kemalarni dahshatga solgan Xizr Xayriddin podsho, boshqacha qilib aytganda esa Xayriddin Barbarossadir. Demak, bugungi qahramonimiz Xayriddin Barbarossa. U kim edi? Uning asl ismi Xizr edi, lekin u ko'proq Barbarossa nomi bilan taniladi. Aslida Xayriddinning akasi Oruch birinchi bo'lib Barbarossa nomini oladi. Uning asl laqabi Oruch ota, ya'ni Baba Oruch edi. Italiya matroslari esa bu nomni noto'g'ri tushunib Barbarossa yoki Barberus, ya'ni qizil soqol deb tarjima qilishadi. Chunki haqiqatan ham Oruchning soqoli qizg'ish rangda edi. Garchi Xayriddinning soqoli to'q sariq jigarrang tusda bo'lgan bo'lsa ham, keyinchalik bu laqab unga ham o'z akasidan meros bo'lib qoladi. U Usmoniylar imperiyasi uchun xizmat qilgan davrlarda Xizr rais nomi bilan taniladi. Xayriddin laqabini esa unga Yavuz sulton Salim beradi. Xayriddin kambag'al va ko'p farzandli oilada tug'ilgan bo'lib, Lesbos orolida yashaydi. Uning 3 ta akasi va 4 ta opa-singillari bor edi. Otasi Yaqub og'a avval Usmonli sipohlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Keyinchalik esa kulolchilik bilan shug'ullanib, bugungi Gretsiya hududidagi Lesbos oroliga joylashadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, u turk yoki alban millatiga mansub musulmon bo'lgan, ammo ayrim Yevropa manbalari hech qanday aniq dalillarsiz uni avval xristian bo'lib, keyinchalik islomga o'tgan deb ham ta'riflashadi. Onasi esa Katalina ismli Yunon xristian ayoli bo'lib, ilgari Yunon ruhoniysining bevasi bo'ladi. G'azavati Xayriddin Pashsha, ya'ni Sulton Sulaymonning bevosita topshirig'iga binoan yozilgan va Oruch hamda Xayriddin Xizrlarning rasmiy tarjimai holi hisoblangan asarga ko'ra, ushbu aka-ukalar Usmonli qo'shinining Mitilen garnizonida xizmat qilgan turk ofitseri va Yunon qizining nikohidan tug'ilgan. Bolalar turk va yunon tillarida erkin so'zlashgan hamda musulmon bo'lib voyaga yetishadi. Xayriddinning 3 aka-ukalaridan biri Ilyos yoshligida vafot etadi. Oradan bir necha yil o'tib, oiladagi katta farzand Oruch qashshoqlikdan qutulish umidida dengizga yo'l oladi. Otasining vafotidan so'ng u orolga qaytib keladi va turk qaroqchilari unga boshqarish uchun topshirgan kemaga egalik qiladi. Shundan so'ng Oruch nochorlikdan qutulishga harakat qilayotgan ukalarini ham o'z kemasiga olib, yangi hayot va sarguzashtlar sari yo'l oladi. Keyinchalik ular Ispan inkvizitsiyasining ta'qibidan va 1492-yilda qirolicha Izabella tomonidan majburan nasroniylikka o'tkazish farmonidan qochayotgan musulmonlar va Sefard yahudiylarni Andalusiyadan Usmonli imperiyasiga olib o'tadilar. Bu davr rekonkistaning yakunlanishi bo'lib, Sulton Boyazid II ularga panoh bergan edi. 4 aka-ukaning eng kichigi bo'lgan Xizr yoshligida qurdirgan kemasi bilan Midilli, Saloniki va Egriboz orasida savdo-sotiq ishlarini boshlaydi. Ammo akasi Oruch Rodos ritsarlari tomonidan asirga olinadi. U qutqarilgandan so'ng 2 aka-uka shahzoda Korkut himoyasiga kiradilar. Shu paytdan boshlab 2 aka-uka dengiz qaroqchiligiga bo'lgan iste'dodlarini kashf etishadi.
Ular asosan ispan kemalariga hujum qilib, ulkan o'lja to'playdilar. Aynan shu davrda ispanlarning G'arbiy O'rta Yer dengizida hukmronlik qilishga intilishi va Andalusiyada musulmonlarga nisbatan qilgan zulmlar natijasida u yerdagi musulmonlar ko'chishga majbur bo'lishadi. Bu holat mintaqadagi avvalgi muvozanatni izdan chiqaradi. Shundan so'ng aka-uka O'ruch va Xizr G'arbiy O'rta Yer dengiziga yo'l oladilar va 1504-yildan keyin Shimoliy Afrika qirg'oqlarida paydo bo'ladilar. Ikki aka-uka o'zlarining ikki kemadan iborat kichik flotiliyasi uchun ishonchli port izlay boshlashadi. Ular Tunisdagi Hafsilar sultoni Abu Abdulloh Muhammad ibn Hasan bilan kelishuvga erishib, Halqul Vodiy hududiga joylashadilar. Kemalar soni oshgach aka-uka Jarba oroliga ko'chib o'tib, uni o'zlarining asosiy harbiy bazasiga aylantiradilar. Ularning nishoni asosan Shimoliy Afrikadagi ispan qo'rg'onlari bo'ladi. Ana shunday janglarning birida O'ruch bir qo'lidan ayriladi. O'ruch o'sha paytlarda endi kashf qilingan insoniyat tarixidagi ilk miltiqlardan biri bo'lmish Arkebuzdan otilgan o'qdan yaralangan edi. Keyinchalik aka-ukalarning dengiz hujumlarini dovrug'i hatto Italiya qirg'oqlarigacha yetib boradi. O'ruchning yuragida ulkan bir orzu tug'ilgan edi. U shunchaki qaroqchi bo'lib qolish emas, balki Shimoliy Afrikada o'z qirolligiga asos solishni xohlardi. Bu imkoniyat unga 1516-yilda Jazoir amiri undan Jazoir qal'a orolida joylashgan ispan askarlarini quvib chiqarishda yordam so'raganda paydo bo'ladi. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun O'ruch darhol harakatga tushadi. U Jazoirga kelib, shaharda o'z hukmronligini o'rnatadi. Jazoir amiri esa kundalik cho'milish vaqtida kutilmaganda oddiy basseynda cho'kib ketadi. Tushundinglar. Kutilmaganda basseynda takoy. Suzishni bilmagan bo'lsa kerak bo'ladi. Tarix. Amirning o'limi esa O'ruchga butun shaharni egallashga yo'l ochadi. Shundan so'ng u o'zini sulton deb e'lon qiladi. Bu esa nafaqat ukasi Xizrni, balki unga tobora ko'proq qo'shilayotgan tarafdorlarni ham quvontiradi. O'ruch esa bu bilan cheklanib qolmaydi. U Tanas va Talmisan shaharlarini ham egallaydi. Bu esa unga xuddi o'zi orzu qilgandek qudratli bir qirollikni taqdim etadi. Bu qirollik Ispaniyaga juda yaqin joylashgan bo'lib, qirol Karl V hokimiyatiga qarshi turishga qodir edi. Ispanlarning javobi esa uzoq kutilmaydi. 1518-yilda Ispaniya nazoratidagi Vahran portidan ulkan flot yo'lga chiqadi. Ispan askarlari Tilmisan shahriga bostirib kirib, uni vayronaga aylantiradi. O'ruch qochishga majbur bo'lib, tog'li hududda yashirinadi, ammo ispan askarlari uni izma-iz ta'qib qilishadi. Kunlardan bir kuni O'ruchni qidirib yurgan ispan otryadlari uni topishga muvaffaq bo'lishadi va orada bo'lib o'tgan qisqa jangdan so'ng ko'p sonli ispanlar yolg'iz O'ruchga nayza sanchib o'ldirishadi. Keyin esa boshini tanasidan judo qilib, O'ruch qo'lga tushganini isboti o'laroq boshni o'zlari bilan olib ketishadi. Shu tariqa O'ruchning Shimoliy Afrika taxti haqidagi orzulari qisqa vaqtda ayanchli yakun topadi. O'ruchning yolg'iz qolgan ukasi Xizr 1519-yil oktyabr oyida o'z odami Hoji Husaynni Osmonlilar imperiyasiga elchi qilib yuboradi. U qasos o'tida yonardi va o'sha davrdagi eng qudratli musulmon imperiyasining yordamiga muhtoj edi. Elchi Usmonli sultoniga Jazoir xalqi nomidan yozilgan iltimosnoma va 40 nafar asirlar bilan yetib keladi. Afrikadagi voqealardan xabar topgan Yavuz sulton Salim bundan mamnun bo'lib, Xizr rais Nasriddindir, Xayriddindir deb ta'kidlab, unga Jazoir hukmdori sifatida tan olinganini bildiruvchi yorliq yuboradi. Shuningdek, Xayriddinga Anadoluda ko'ngilli askar yig'ish huquqi beriladi va yangi askarlar hamda to'pchilardan iborat 2000 kishilik yordamchi qo'shin yuborilishi belgilanadi.
Shunday qilib, Jazoirda xutba Usmonli sultoni nomidan o'qila boshlanadi va mamlakat rasman Usmonli yerlarga qo'shiladi. Xizr esa endilikda Xayriddin podsho nomi bilan tanila boshlaydi. Jazoir ustidan to'liq nazorat o'rnatgach, Xizr rais shahar boshqaruvini ikki qismga ajratadi. Sharqiy hududlarni milliy amirlardan Ahmad ibn Qodiy, g'arbiy qismi esa Muhammad ibn Ali boshqaruviga topshiriladi. Biroq Xizr raisning harakatlari va turklarning Shimoliy Afrikada mustahkam o'rnashishi ispanlarni yana harakatga keltiradi. Sitsiliya vitse-qiroli Ugo del Moncada boshchiligidagi 80 ta kemadan iborat ispan floti 1519-yil avgust oyida Xarras hududiga desant tushiradi. Ammo Xizr rais bu hujumni muvaffaqiyatli ravishda qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Uning xotiralariga ko'ra, aynan shu jangdan so'ng yevropaliklar unga ham akasi singari Barbarossa, ya'ni qizil soqolli degan laqabni beradilar. Xayriddin Barbarossa 1520-29-yillar oralig'ida ispanlar qo'l ostida qolgan kichik bir orolni hisobga olmaganda butun mintaqaga hukmronlik qiladi. Bundan tashqari u Kola porti, Bon va Konstantin shaharlarini ham egallaydi. Biroq Tunis sultoni Muhammadning hujumi va Ahmad ibn Qodiyning qo'zg'oloni sababli 1524-yilda Jazoirni tark etishga majbur bo'ladi. Ammo 3 yil o'tib shahar ustidan yana nazorat o'rnatadi. Sinan va Aydan raislar boshchiligidagi turk dengizchilari hamda O'rta Yer dengizi orollarining aholisi ham uning xizmatiga kiradi. Jazoirda qurol-yarog' ustaxonasi tashkil etiladi. Flotiliyasining soni 35 ta kemaga yetgan Barbarossa faqatgina Italiya qirg'oqlaridagina emas, balki Ispaniya sohillariga ham tahdid sola boshlaydi. Ispaniyadagi Granada musulmonlari ispanlar tomonidan qattiq tazyiq va zulmga uchragan paytda Xayriddin ularga katta yordam ko'rsatadi. Rekonkista sabab bu yerlarni tark etishga majbur bo'lgan musulmon va yahudiylar turk kemalari orqali Shimoliy Afrikaga ko'chiriladi. Chunki ispanlar mamlakatda qolish uchun musulmonlar va yahudiylarga juda qattiq shartlar qo'ygan edi. Yoki xristian dinini qabul qilish, yoki bu yerlarni tark etish. Ko'pchilik dindan kechgandan ko'ra bu yerlarni tark etishni tanlaydi. Jazoirga olib kelingan Andalusiya musulmonlarining soni 70 ming nafarni tashkil etardi. Bundan tashqari qo'lga kiritilgan ulkan o'lja hisobiga shahar yanada gullab yashaydi va turklar Hindistoni deb nomlana boshlaydi. Bu orada Xayriddin ispanlar qo'l ostidagi Adakale orolini egallab, u yerda to'lqin sindirgich qurdirishga buyruq beradi. Oradan 1 yil o'tgach, ya'ni 1531-yilda ispan admirali Andrea Doria boshchiligidagi flot Shirchel shahriga hujum qiladi, ammo hech qanday natijaga erisha olmaydi. Biroq Doria keyingi yili Osmonlilar nazoratidagi Karon va Patras shaharlarini egallaydi. Bu voqealardan so'ng Sulton Sulaymon Xayriddin Barbarossani Usmonli floti qo'mondoni lavozimiga tayinlash uchun Istanbulga chaqiradi. O'z o'rniga Qora Hasan ismli dengizchini qoldirgan Barbaros 20 kemadan iborat floti bilan Jazoirdan yo'lga chiqib, Istanbulga yetib keladi va 1533-yil 28-dekabrda sulton tomonidan qabul qilinadi. Keyinchalik sultonning buyrug'iga binoan Barbaros Suriyaning Halab shahriga borib, u yerda Iroqqa yurish qilayotgan bosh vazir Ibrohim podshoga qo'shiladi. 1534-yil 6-aprelda Xayriddin Ahmad podshoni o'rniga Usmonli flotining oliy bosh qo'mondoni lavozimiga tayinlanadi va unga O'rta Yer dengizi viloyatlarining bosh beyligi unvoni ham beriladi. Shu tariqa ilgari Gelibolu Sanjaq bey darajasida berilgan flot qo'mondonligi endilikda beylar beyi maqomiga ko'tariladi. Ya'ni Xayriddin Barbarossa Osmonli imperiyasining eng qudratli dengiz qo'mondoni bo'ladi. Bugungi til bilan aytganda, u admiral darajasiga ko'tariladi. Shundan so'ng Barbaros o'z qo'mondonligi ostida 100 dan ortiq galeralar va galyotlarni to'plab, butun O'rta Yer dengizi bo'ylab keng qamrovli harbiy yurishlarni boshlaydi. Avval Gretsiya portlarini qaytarib olgach, Barbarossaning floti Italiya qirg'oqlariga dahshat sola boshlaydi. U hatto Rimni ham tahdid ostiga oladi. O'sha paytlarda o'z kuch-qudratini yo'qotgan Rim papasi Klement VI o'z kardinallari tomonidan xiyonatkorlarcha tashlab ketiladi. Ular esa shoshqaloqlik bilan qochayotib, papalik xazinasini talon-taroj qilishdan ham tap tortmaydilar.
Neapolda Barbaros va uning askarlari Fondi grafinyasi go'zal Julia Gonzagani qo'lga olishga harakat qilishadi, biroq u o'ta nozik lahzada qochib qutuladi. Balki bu haqda keyinroq boshqa bir alohida rolik qilarmiz. Biroq bu bosqinlarning yagona maqsadi Barbarosning haqiqiy niyatini yashirish uchun qilingan edi. U aslida Tunisni nishonga olgan bo'lib, bu 1534-yilda shahar portini kutilmaganda egallashga olib kelgan g'alabali strategiya edi. Barbarosning g'alabasi uzoq davom etmaydi. Keyingi yili Karl V katta harbiy yurish boshladi va shiddatli bir haftalik janglardan so'ng Tunisni Barbaros qo'lidan tortib olishga muvaffaq bo'ladi. Biroq Xayriddin hech qachon yengilishni tan oladigan kishi emasdi. U o'zining qasos rejasini tayyorlay boshladi. Shu maqsadda u G'arbiy O'rta Yer dengizi tomon yo'l oladi va Ispaniyaning Menorka oroliga yaqinlashar ekan, o'tgan yili qo'lga kiritgan ispan bayroqlarini o'z kemalariga ilib oladi. Bu ustalik bilan o'ylangan nayrang edi. Ispanlar bu hiylani anglashga ulgurmay, Barbarosning floti hech qanday to'siqsiz portga kirib oladi. Garnizon haqiqatni tushunib yetganda umidsiz mudofaa harakatiga tushadi. Ammo bor yo'g'i bir necha kundan so'ng hayotlari va mulklarini saqlab qolishni va'dasi bilan taslim bo'lishga majbur bo'lishadi. Ammo Xayriddin o'z va'dasiga sodiq qolmaydi. Barbaros shaharni vayron qiladi, uni talon-taroj qiladi va yuzlab odamlarni qullikka olib ketadi. Chunki uning qalbida akasi uchun qasos olish o'ti hali so'nib ulgurmagan edi. 1537-yilda Barbaros Korfu qal'asi qamalida ishtirok etadi. Biroq bu qal'ani zabt etish muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Venetsiyaga qarashli orollarni egallashga kirishadi. 1538-yili bahorida u Egey dengiziga yurish qilib, Paros, Antiparos, Skyros, Egina kabi kichik orollardan iborat jami 28 ta orol va 2 ta qal'ani Usmonli tasarrufiga qo'shadi. Bu g'alabalar natijasida Venetsiyaning Sharqiy O'rta Yer dengizi va Egey dengizidagi hukmronligiga barham beriladi. Natijada muhim dengiz yo'llari Usmonli nazorati ostiga o'tadi. Endilikda bu hududda Sakiz, Kipr va Giritdan boshqa Venetsiyaga tegishli orollar qolmagan edi. Barbaros va Karl V o'rtasidagi ziddiyat davom etayotgan bir paytda Karl V Venetsiya, Rim va Portugaliya bilan Usmonlilarga qarshi yangi ittifoq tuzadi. 246 ta kemadan iborat Andrea Doria boshchiligidagi ittifoq floti Korfu orollarida to'planadi. Bunga javoban Barbaros qo'mondonligidagi 122 ta kemadan tashkil topgan Usmonli floti Arta ko'rfaziga joylashadi. Doria Usmonli flotini ochiq dengizga jalb qilish maqsadida 1538-yil 25-sentyabrda hujum boshlaydi. Biroq qisqa jangdan so'ng uning kemalari orqaga chekinishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Doria Barbarosni o'z ortidan ergashtirish va ehtimoliy bo'ron xavfidan himoyalash maqsadida Lefkas va Magenisi orollari orasida to'xtaydi. Bu paytda Barbaros Lefkas shimolidan aylanib kelib, dushman oldiga joylashadi va o'z flotini jangga tayyorlaydi. U kemalarni qiyshiq xanjar shaklida safga tizadi. O'ng qanotni Turg'ut rais, chap qanotni esa Solih rais boshqarardi. Barbarosning o'zi esa markazga joylashadi. Son jihatdan ustun bo'lishiga qaramay, ittifoq floti Barbarosning jasoratli hujumlariga bardosh bera olmaydi. Usmonli floti xristian kemalarining orqa tomonigacha yetib borishadi. 28-sentyabr kuni Doria jangga kirish o'rniga ochiq dengiz tomon chekinishga qaror qiladi. Natijada ittifoq floti katta mag'lubiyatga uchraydi. Usmonlilar 36 ta kemani qo'lga oladi va 2175 kishini asirga oladi. O'zlari esa juda oz yo'qotishlarga uchraydi. Bu g'alaba tarixga Preveza dengiz jangi nomi bilan kirib, Usmonlilarning O'rta Yer dengizidagi hukmronligini mustahkamlaydi. Preveza g'alabasi bilan Sharqiy O'rta Yer dengizidan so'ng Markaziy O'rta Yer dengizida ham turk ustunligi ta'minlanadi. Shu orada ilgari Doria tomonidan bosib olingan Adriatika qirg'og'idagi Nova oroli ham osonlik bilan qaytarib olinadi. Venetsiya 1540-yil Usmonlilar bilan tinchlik shartnomasini tuzib, xristian ittifoqidan chiqadi. Karl V ning 1541-yilda Jazoirga qarshi yurishi esa bo'ron tufayli yana mag'lubiyat bilan yakunlanadi. Boshida Ispaniya qiroli Karl V bilan shartnoma imzolagan Fransiya qiroli Fransua II Preveza g'alabasidan so'ng yana Usmonlilarga yaqinlasha boshlaydi. Avvaldan fransuzlar bilan hamkorlik tarafdori bo'lgan Barbarosning taklifi bilan O'rta Yer dengizida Karl V ga bo'ysunuvchi hududlarga qarshi turklar va fransuzlar hamkorlikda qo'shma hujum rejasini ishlab chiqishadi.
1543-yil 28-mayda o'z yoniga Fransiya elchisini ham olgan Xayriddin Istanbuldan yo'lga chiqib, 110 kemadan iborat floti bilan Messina, Reggio va Ostia kabi Italiya qirg'oqlariga zarba bergach, 20-iyulda Marselga yetib boradi va tantanalar bilan kutib olinadi. Fransuz flotining tayyorgarlik ishlari tugallangach, Savo gertsogligidagi Nitsa shahrini bosib olishga qaror qilinadi. Shahar 20-avgustda egallangan bo'lsa-da, qal'aning zabti cho'zilib ketgani bois qamal bekor qilinib, turk floti qishni Tulunda o'tkazishga qaror qiladi. Ammo Janubiy Fransiyada qariyb 6 oy qolgan Barbaros Fransua va Karl V o'zaro kelishuvga erishgandan so'ng Istanbulga qaytishga majbur bo'ladi. Qaytish chog'ida u Genuyada asir bo'lgan Turg'ut raisni ham ozod qiladi. Nitsa yurishi Barbarosning eng so'nggi yirik yurishi edi. Osmonlining dengizdagi kuchini yuksaltirgan, uni dengiz davlatiga aylantirishda katta hissa qo'shgan Xizr Xayriddin Barbarosa 1546-yil 5-iyul kuni qisqa muddatli kasallikdan so'ng vafot etadi va o'zi hayotligida qurdirgan Beshiktashdagi madrasa yonidagi maqbaraga dafn qilinadi. Xayriddin Barbarosa haqidagi fikrlar xilma-xil va bu asosan kim tomonidan berilishiga bog'liq. Turk mualliflari uni xudojo'y, sufiy sifatida, usta dengizchi, qahramon sifatida tasvirlasa, G'arb o'z-o'zidan dushman taraf sifatida uni qonxo'r va zolim qaroqchi sifatida tasvirlaydi. Xususan ispan tarixchisi Lopez de Gamara Barbarosani shunday tasvirlaydi. U semirib ketmagan paytda xushchaqchaq tabiatli edi. Kipriklari uzun bo'lib, yoshi ulg'aygan sari ko'rish qobiliyati sezilarli darajada yomonlashdi. Uning tilida ozgina nuqson bor edi, lekin u bir nechta tillarni bemalol gapirardi. U nihoyatda shafqatsiz, haddan tashqari ochko'z va dabdaba hamda shahvatga mukkasidan ketgan edi. Xayriddin Barbarosaning fransuzlar ustidan qozongan g'alabasi haqida so'z yuritgan Samdavil esa uni quyidagicha tasvirlaydi. U nozik aql idrok egasi edi, hazil va kinoyani yoqtirardi. G'azablanganda ovozi va so'zlari to'satdan ulug'vorlik kasb etar va qo'rqmas bo'lib qolardi. U jasur va ehtiyotkor edi. Urush boshlanishidan oldin uzoqni ko'ra olar, jang boshlangandan so'ng esa juda shafqatsiz bo'lardi. Xayriddin Barbaros podshoning xarakteridagi e'tiborga molik jihatlardan biri uni o'z kuchi va qudratiga qat'iy ishonchi edi. Shu sababli u yillar davomida O'rta Yer dengizida hech qanday qo'rquvsiz bemalol harakat qiladi va o'zini qudrati bilan dengiz bo'yidagi barcha xalqlarga dahshat soladi. Uni o'ziga bo'lgan ishonch haqida mashhur fransuz admirali Yuri de Gravier Doria va Barbaros asarida Preveza dengiz jangi haqida yozarkan, quyidagilarni ta'kidlaydi. Xayriddin Barbaros xavflarni yashirmagan holda tashabbusni o'z qo'liga ola bilardi. U o'z kapitanlarini yig'ib bu tajribali dengizchilarga shunday derdi: "Har biringiz kemalaringizni jang safida joylashtiring. Sizga faqat bitta buyruq beraman. Ko'zlaringiz bilan mening harakatlarimni kuzating va o'z harakatlaringizni mening harakatlarimga moslang." Ko'rinib turibdiki, Xayriddin podsho ushbu ulkan dengiz jangiga tayyorgarlik ko'rayotganda, uni o'zining qudratiga bo'lgan ishonchi cheksiz edi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Xayriddin Barbarosa o'z xarizmasi, mahorati, jasurligi, qattiqqo'lligi bilan 16-asrda Usmonlini dengizdagi eng kuchli davlatga aylantira oladi. Aynan uning sa'y-harakatlari natijasida Usmonli dengizchiligi juda yaxshi rivojlanadi va uni meros qilib olgan bugungi Turkiya ham O'rta Yer va Qora dengizda yetakchi davlatga aylanib olgan. Uning shaxsiyati haqida turfa qarashlariga qaramasdan u tarixning eng kuchli shaxsiyatlaridan, shu bilan birga eng kuchli admirallardan biri bo'lib qolaveradi. Bugungi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoni do'stlaringizga ham ulashib qo'ysangiz, sizdan minnatdor bo'lamiz. Va doimgidek bizni kuzatishda davom eting. Biz esa sizga tarixning yangi sahifalarini ochishda davom etamiz. Omon bo'ling.